Jacuzzining ko'ryapsizlarmi? Informatsiya beramiz. 120 ga 170 bo'ladi. Razmeri 2 kishilik jacuzzi. Xitoy mahsuloti, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ikkita motor bor, vodopadi bor, podsvetkalar bor, har xil yonadi. Undan tashqari yana bir ikkita narsasi bor ekan. Bizga miyamizga kirmadi, to'g'risini aytaman. Ko'rishingiz mumkin, mana devorga qo'yiladigan tarafi. Agar devorga qo'ymayman, sanuzelni o'rtasiga qo'ymasangiz, afshikka qilib yashadi, muammosi yo'q. Xo'p, mana bu tarafini ko'ring, mana oynasi ham bor, qarang. Oynalari chotki, yangi mahsulot, Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulot. Narxi shunisini o'zi $1700 chiqadi. Mayli, akam aytdilar, kelsa $50 o'tib beraman deyaptilar. Qolasangiz sal kichkinaroq bor, mana ko'rishingiz mumkin. 1.5 ga 1.5 razmer. Buni anaqalari, narsalar sal kamroq bo'lgani uchun $1400 chiqadi. Buni ham devorga qo'ysangiz bo'ladi. Yo'q, buni ham o'rtaga qo'yaman desangiz, buni ham shu orqa tarafini afshikka qilib berishadi, muammosi yo'q. Men egalar nomini yozib qoldiraman, aloqaga chiqinglar, mana shunaqa yaxshi jacuzzilar kerak bo'lsa, xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana bunaqa turadiganlar bor. Bular ham jacuzzimi yoki nima edi bular? Dush kabinalar ko'rishinglar mumkin. Dush kabinalar har xillari bor. O'zligi Xitoydan olib kelishadi. Qanaqa razmer desangiz, razmerligi bor. Muammosi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Ansi ko'pchilik sanuzelni tez bitsin dedi. Bitta olasiz, olib borib shunda suvnulisiz bo'ldi, tayyor. Tok bilan suvnulisiz mana tayyor. Chekirsangiz bo'ladi. Bo'yim 1.85 bo'lsa, bu 1.90 ekan. Bundoq qilib, o'ynanib ketadi. Ochimda, cho'milib mazza qilib chiqib ko'rsa, mazza Sergi indeksda kelaverasizlar.